Qor qo'ynida lola. Abdulhamid Cho'lpon. Hikoya. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kichkina qizil ipdan bezalgan to'p kaptov aljib qochib ketib, yerto'la og'ilning devoriga yondashib o'sgan yosh qantak o'rikka borib tegdi-da, sakrab hovuzga sho'p etib tushib ham ketdi. Qizlar barchasi birdan "Voy o'la qolay, hovuzga tushib ketdi" deb qichqirishib yubordilar. To'pni tutish uchun quvalab borayotgan Sharofatxon ham hovuz yonida qotib qoldi. To'p suvga sho'ng'ib ketib, hovuzning o'rtasidan chiqdi va qizlarning havasli, o'ynoqi ko'zlari oldida gerdayib, sekingina suza boshladi. Barcha qizlar suv yuzida erkalanib suzib yurgan to'pga biroz qarashib turdilar-da, bu orada bir-birlariga boqishib, yumshoqqina kulishib ham oldilar. Toji qassobning kichik qizi Turg'unbosh yugurib borib og'ilning tomig'iga chiqdi-da, bir chekkaga bosib qo'yilgan tut o'tinidan bitta uzun butoqni sindirib olib, hovuz bo'yiga keldi va haligi butoq bilan suvni o'z tomoniga torta boshladi. Qizlar uning tegrasiga duv yig'ilib, to'pning suvdan chiqishini kuta boshladilar. Suv yasama oqish bilan qizlar tomonga oqa boshlagandan so'ng, yarim belidan suvga ko'milgan to'p dam botib, dam chiqib, sekingina qirg'oqqa keldi. Qizlar qiy-chuv bilan ushlab ham oldilar. Suv bilan shalabbo bo'lgan to'pni Sharofatxon oldi-da, "Hu qochmay o'lgin, tutilding-ku" deb yerga urdi. Uning bu ishiga Abdulla Jallobning qizi To'tixonning achchig'i keldi. Darrov borib yerdan to'pni oldi va "Hoy, bunda nima yoziq? Buning joni bo'lmasa, o'zingiz tushirib, bu boyoqishni tag'in qarg'aysizmi?" deb to'pni suvda chayqab olgandan so'ng labini tishlab bor kuchi bilan siqmoqqa boshladi. Sharofatxon qizlarga qarab, "Baribir qancha siqib quritmoqchi bo'lsak-da, ho'l to'p chiqmaydir. Endi boshqa kimning to'pi bor? Voy o'la qolay, hech qaysinglarniki yo'qmi? Saltanat seniki bor edi-yu, meniki bor edi-yu, tunov kun Gulnor o'lgur yo'qotib kelibdir. Bo'lmasa o'yin tugabdir-da. Yo'q, boshqa o'yin qilamiz. Hu o'la qolsin, to'p o'yinidan ham yaxshisi bormi? Hay, Sharofatxon, siz o'zingiz kira qolingiz, o'rus to'pingizni olib chiqasiz. O'rus to'pim yorilib edi-ku. Voy sizgina qachon? Qachonlari-yu?" Shu vaqtda bog'ning kichkina eshikchasidan hovuriqqancha yugurib bir kichkina qiz kela boshladi. Turg'unbosh birdan, "Ha, ana mening singlim chiqib qoldi. Uyga to'pga yuboraman" dedi. Barcha qizlar "Ha, Fazilatni yuboramiz" dedilar. Kichkina qiz Fazilat yugurib kelib opasining bo'yniga osildi. "Bir chekkaga chiqing, opa, sizga qiziq gapim bor." Barcha qizlar birdan, "Qizig'i o'lsin, qizig'i, ayta ber barchamizga." "Yo'q, opamning o'ziga aytaman. Bo'lmasa opang bizga aytib beradi." Egachi singil hovuz bo'yiga ketdilar. Eshmat qorovulning Mamadana, qiziq gaplarni bila turgan qizi Tillaxon turib, "Qiziq gapi nima bo'lar edi? Aytmasa ham bilaman. Aytchi bilsang, nima bo'lar edi? Turg'unboshga kuyov kelgandir." Barchalari kulishdilar. Turg'unbosh qaytib keldi-da, "O'la qolsin, Tilla menga kuyov emas, Sharofatxonga sovchi kelibdir" dedi. Qizlar bir-birlariga qarashib oldilar. Sharofatxon qip-qizil qizarib, turgan yerida qotib qolgan edi. Sharofatxonning otasi Samandar aka ilgaridan ot chiqargan bir savdogar edi. Shuncha og'irchilik yillarda, qiymat, kasod vaqtlarida ishini taraqlatib kelib, oxiri o'zg'on yili erta bahorda singan. Bor yo'g'ini qarziga sotib berganidan so'ng juda so'fi bo'lib eshonlarnikida chuvalashib qolgan edi. Erta bilan saharlab eshonnikiga ketar, zikr bo'lsa bo'lmasa eshonning ishini qilib, kechqurun shomlatib uyiga kelar edi. Uyga kelgandan so'ng ham bir qoshiq quyuq suyug'i bo'lsa totinib, malla joynamozning ustiga chiqib o'ltirib, qahrabo tasbehni necha davr aylantirib, vazifalarini o'qir, so'ngra to yarim kecha sahargacha ho'ngur yig'lar edi. Bir kun eshonnikida katta va qizg'in bir zikr bo'ldi. Zikrga boshqa shaharlardan ham o'tli nafas bilan o'qiy turgan hofizlar keldilar. Xonaqohning ichi zich to'ldi. Erta bilan bamdoddan so'ng boshlangan zikr xuftonga yaqin zo'rg'a tugadi. Bir necha kishi o'zidan ketib, u yer bu yerda yumalanib qoldilar. Yong'on so'filardan bir ikkitasi jazavaning ortiqligidan borib, o'zlarini hovuzga tashladilar. Qisqasi, bu kun qiyomat bo'ldi. Ertasi kuni erta bilan xonaqohning mehrobi oldida Hazrat eshon o'ltirganlar. Ikki yonlarida 3 tadan 6 hofiz, bir 15 chamasi muridlar. Eshon qutlug' boshlarini quyi solib sukutga ketganlar.
tashqarida to'polon, shovqin, biri qo'y yetaklagan, biri non ko'targan, biri kiyim sarpo. Samandar aka xonaqohdan chiqdi. Haligi nazirlarning barchasini ko'rdi, ko'zdan o'tkazdi. Ha, balli, barakalla, Sulton Orifning jamollarini ko'ring deb javrab, Hazrat Eshonning quchoq-quchoq duolarini xonaqohdan chiqarib berib turgan So'fi kulib o'ynab Samandar akaga qaradi-da, "Ha, boy aka, nazirdan darak bormi?" dedi. Samandar aka darvozadan chiqar ekan, "Bo'lib qolar So'fi" dedi. Samandar aka uyga kelguncha ko'nglidagi tuyg'ular bilan tortishib keldi. O'zining piri va ustoziga tuzukkina, kattagina, iloji bo'lsa boshqa muridlar bera olmagan bir narsa bermoqchi edi. Biroq uyda arzigulik bir narsa yo'q. Arziy turgan narsalari bo'lsa barchasi qarzga ketgan. Ko'p o'yladi, biroq hech bir narsaga ko'ngli qaror topmadi. Agar ilgarigi vaqtim bo'lsa, ola qashqani tutar edim. Ko'ngli og'ridi. Bir zamongi boyliqlari, davlatlari esiga tushdi. Ola qashqasi, to'riq yo'rg'asi, bo'yi tevadek Moskov zavod oti, 3 fayton, yer suvi. Uncha bunchani berishni o'ziga ep bilmadi. Boshqa nazarlarni bosib ketgundek bir narsa berishga o'ylar edi. Birdan Yo'ldosh boyvachcha esiga tushib ketdi. Yo'ldosh boyvachcha 10 botmon guruch, bitta yaxshi uloqchi ot, bosh oyoq kiyim berdi. Shunday xayollar bilan hovlisiga yetib ichkari uyga kirmoqchi bo'lgan edi, xotini to'xtatdi. "Ichkarida xotinlar bor, siz tashqari uyga kirib turing. Qo'noqlarga osh suv qilgan edim. Men sizga osh olib chiqay." Samandar aka kichkina tovoqdagi oshni yolg'iz o'ltirib yemakka tutindi. Oshni yarimlatgan ham edi, oldiga xotini chiqib qarshisiga o'ltirdi. "Yaxshi ham kelib qoldingiz otasi, qizingizga sovchilar kelib, men nima deyishni bilmay turib edim. Kim ekan ular, qayerdan ekan?" "Anovi Aziza otim bilan Rustam akaning xotini, o'zingizning eshoningiznikidan sovchi bo'lib kelishibdirlar. Endi eshonning o'zlari ham qarib quyilmagan, achib suyilmaganlar", deya ikkita xotinlari ustiga tag'in bu so'zni eshitishi bilanoq Samandar akaning ko'zlari chaqchayib ketdi. "To'g'rimi? Eshonnikidanmi? To'g'rimi? Eshon nega o'zimga mazmun qilmadilar ekan? Endi katta odam, men sovchilarga hali qizim yosh, endi 17 ga chiqdi dedim. Shunday deb javob bera qolaymi?" Bu vaqt kimdir tashqaridan bir xotin tovushi eshitildi. "Qumribush, qo'noqlar turishdilar." Qumribush o'rnidan turdi. Eriga bir nima degandek qaradi. Samandarboy bir yosh qizini, bir eshonni, boyagi nazir niyoz masalasini, eng so'ng kimsan Hazrat Eshonning kuyovliklarini o'ylab turdi-da, "Bitta qizimiz bo'lsa Hazrat Eshonimizga tutdik, sadag'alari ketsin degil" dedi. Qumribush kutilmagan bu gapdan oqardi, ko'kardi, suratdek qotib devorga suyalib qoldi. Sharovatxon Samandar akaning bitta-yu bitta qizi edi. Bu qiz shu tegraning ko'rklilikda, chevarlikda, sho'xlik va o'ynoqilikda bitta-yu bittasi edi. Mahalla ko'yning o'spirinlaridan 2-3tasi bir yerga yig'ilsalar, topqon tutqonlari shul Sharofatxon masalasi bo'lur. Bu qiz qaysi xudo yarlaqavondagi bo'lur ekan, kimning uyini obod qilar ekan deb bosh og'ritarlar endi. Sharofatxonning eshonga berilish xabari chiqqandan so'ng butun mahalla ko'y yana bir necha kun shuning dovrig'ini qilishdilar. Ko'chada qator-qator aravalar chopishib, bir-birlaridan o'zishadirlar. 10-15 aravaga to'lg'on xotinlarning tartibsiz yor-yorlari dunyoni buzib ko'kni ko'tarib borar edi. Sandiq, ko'rpa, gilam, tugun va boshqa narsalar yuklagan va yuklar ustiga yana bitta-ikkita kampir o'tqizgan aravakashlar ilgarigilardek bir-birlari bilan basma-baslashib chopishar edilar. Shu guldir-sholdir, shovqin-suron, qiy-chuv bilan ketayotgan ko'ch eng so'ng eshonning eshigiga yaqinlashdi. Ko'chaning o'rtasiga gurullatib yoqilgan, alangasi osmonga chiqqan o'tning tegrasiga to'plangan bir to'p erkaklar tovushlarining boricha yor-yorni cho'zgan. Ularning berigi biqinida boshiga paranji yopingan, chopon tashlagan, ro'mol tutgan xotinlar, kelinlar, qizchalar o'z oldilariga katta to'p bo'lib ular ham yor-yorni qo'yib yuborgan edilar. Taxta ko'pruk taxting bo'lsin, yor-yor, payg'ambarning qizidek baxting bo'lsin, yor-yor. Uzun arg'amchi xalunchakka yor-yor, chakan ko'nglak yarashar, kelinchakka yor-yor. O'tning tegrasiga to'plangan er-xotin barchasi birdan kelin keldi deb yuborishdilar. Bir necha yigit quchoq-quchoq g'o'zapoya olib chiqib, o'tning o'rtasiga tashladilar. O't yana kuchaydi, yana alanga berdi. Har kim pitirlab, qimirlab qoldi.
Bolalar qiz kelayotgan tomonga qarab chopishib ketdilar. Shovqin to'polon orasida aravalar yetdilar. Xalq orasida ana kelin, ana qiz tushgan arava degan gaplar boshlandi. Aravakash kelinli aravani namoyishkorona bir suratda o'tning o'rtasidan otni qamchilagancha olib o'tib, eshikka yaqin bir yerda to'xtadi. Kuyovpochcha, taqsirim qanilar? Qoch degan tovushlar ko'tarildi. Bir vaqt oppoq soqolli, qari, bo'shashg'on bir chol, kuyov to'ra ustiga zarbob to'n kiyib, katta o'rama belbog' bog'lag'oni holda bir muncha oqsoqol muridlari o'rtasida sekingina sudralib aravaga yaqinlashdi. Yana xalq o'rtasida ko'taringa, kuyovpochcha, ko'taringa, o'zingizni tetik tuting, taqsir, ha taqsir ko'taring. Chol titrak qo'llarini aravaga uzatib qizni ko'tardi va bir-ikki odim bosgandan so'ng yerga qo'ydi. Yana xalq chuvurlashib ketdi. Barakalla taqsir, barakalla. Bo'sh kelmadilar taqsirim. Hali bellari baquvvat ekan taqsirimning. Bu shovqin, qiy-chuv to'polon yarim kechaga borib to'xtadi. Haligi tomosha o'rni bo'lgan ko'chada kishilar arib qop-qorong'i, jimjit bir go'ristonga aylandi. Bu vaqt eshonning eshigidan 2 yosh yigit chiqdilar. Ho, ko'cha juda qorong'i-ku. Shuni aytgila, osmonda dorig'i ham bitta yulduz topilmaydir. Yuraber, bu kecha xuddi Eshon bobongning ko'nglidek bo'libdir. To'g'ri-ya, men qizg'a achinaman. Boyaqish kelib kimniki bo'ldi-ya? Nimasini aytasan? Otasining uyi kuysin, odam emas ekan. Soqolini oppoq tutadek hilib, nevarasidek bir qizni aravadek olishni qara. Kishi chidamas ekan. Shuni bir narsaga o'xshatg'um keldi-yu, o'xshata olmadim-da. Shu choq bir burchakda ko'cha poylab yotgan Mamat qorovul yig'laganday qilib xushtagini chalib oldi-da, nimasini aytasiz yigitlar, dunyo o'zi shunday teskari dunyo ekan. Lolaning ustiga qor yog'di dedi. Yigitlar javob bermadilar va qorong'ilik quchog'iga kirib yo'q bo'ldilar.